tashqi omildan ko'proq bo'ladi va u kundan kunga shishib ketaveradi. Uni kesib yara chiqdi, yaramas yering absses deydimi? Assalomu alaykum sizlar. Xo'p, kommentariyada quyonlar kasalliklari haqida ham gapiring deyishgan ekan. Yara chiqdi, yaramas yering absses deydimi? Terisini tagida yering to'planib qoladi va u kundan kunga shishib ketaveradi. Uni kesib yeringni chiqarib keyin davolasa bo'ladi. Shunaqa davolasa bo'ladi. Odatda xohlagan joyga chiqishi mumkin, pastki qismda ko'proq bo'ladi. U nimadan kelib chiqadi? U narsa talashgan bo'lsa, yo biron joyga tirnab olgan bo'lsa, xullas tashqi omildan ko'proq bo'ladi. Shuni hisobiga hozir meniki yaqinda samkaga qo'yuvdim. Talashganda menimcha shundan bo'ldi deb hisoblayapman, chunki tepasida ikkita tirnoq iziga o'xshagan izlar bor edi. O'z ko'rsataman, buni hozir yarasini tozalab oldim. 2-3 kundan keyin ko'ramizda. Mana quyonning ahvoli. Menimcha ahvoli yaxshi, hali yarim soat bo'ldimi. Bechora quyon rosa qiynaldi. Hozir tozalash jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh, buning uchun bizlarga nima kerak? Перекись водорода, spirt, lezviya, shprits. Shprits ham 2-3 xil kerak bo'ladi. Menda 20 grammligi, keyin insulin uchun ishlatiladigani va ikkita lidokain kerak bo'ladi. U juda arzon turadi. Odam aptekasida hammasi topiladi. Insulin shprits bilan lidokainni tortib olib, yarani o'ziga emas, yarani absessni, shishgan joyini o'ziga emas, atrofiga nima qilamiz? U obezboливающий bo'ladi, xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin insulinni nimasida ustiga ham olib qo'yamiz. Lezviya bilan nima tepasini kesganda, o'sha yara joyini kesganda, o'shaning ustiga ham lidokainni sochaversak, ancha nima bo'ladi? Quyon ancha-muncha og'riqni sezmay turadi. Keyin yaxshilab uni tozalab olishga, qisganda chiqarib olish kerak bo'ladi. U hammasini bittada bo'lmaydi. Bitta shprits bilan yaxshisi kesgandan keyin darrov chiqmaydi. Bitta shprits bilan uni teshib olsa osonroq chiqadi. 20 grammlik nimada перекись vodorodni olib 2-3 marta yara joyini yuvib tashlaymiz. Iloji bo'lsa shishgan joyini ichigacha kirib borsa, shunda yaxshi bo'ladi. Baribir qisganingiz bilan uni hamma nimasi gnoy chiqib ketmaydi. Shuning uchun 2-3 marta перекись vodorod kirib chiqsa, u qaynatib chiqadi. Shuni hisobiga gnoy ichidan tozalanadi. Tozalanish ehtimoli katta. Bu bittada bo'lmasligi mumkin. 2-3 marta bu ishni qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Uni kuzatib borasiz. Keyin oxirida maz levamikol bo'lsa ham bo'ladi. Surtib qo'yasiz oxirida.